endi yotdim. Давайте gapni indallosidan boshlaymiz. Bizga juda ham singdirilganda xiyonat tushunchasi. Shuning uchun siz hammamiz xiyonat tushunchasini bor deb o'ylaymiz va xiyonatga nisbatan juda ham nafratimiz kuchli. Nafratimiz shu darajada kuchliki, bu o'limdan ham kuchliroqda biz uchun, erkaklar uchun ham, ayollar uchun ham. Va buni siz ko'pchiligingiz nima deb gapiryapti bu o'zidan o'zi deyishingiz mumkin. Lekin gapimga ozgina sizga isbot tariqasida bir misol keltirmoqchiman. Buni birdaniga tushunishingiz, xiyonat nimadan sodir bo'ladi, o'zi hammasiga xos aytaman. Birdaniga his qilishingiz, tushunishingiz qiyinroq, shunchaki buni fakt deb, isbotlangan teorema deb qabul qiling. Keyinchalik sizni hujayralaringizda, ongingizda bu informatsiyani qabul qilish boshlanaveradi. Bilasizmi nima? Bizni qalbimiz o'zi hech kimga tegishli emas, Allohdan boshqa, buni bilasiz. Va yerda Allohni har bir qismlari yaratuvchini, ya'ni har bir qismlari yerda joylashgan. Biz har birda uchrashayotgan insonimiz, suhbatlashayotganmiz. Mana shu primoy efirda meni kuzatib turganlar, Telegramda kuzatib turganlar, ya'ni biz bir-birimizdan energiya almashamiz, ya'ni yaratuvchini bir zararlarini ko'rishni boshlaymiz. Va qalbimiz aynan bizni eng buyuk yaratuvchiga tegishli. Va biz shuni bilganimiz holda biror bir yaratuvchining bir qismini, ya'ni biror bir insonni yaxshi ko'rib qolganimizda, ya'ni u insonning energiyasi bilan bizni energiyamiz to'g'ri kelgan paytda biz uni sevgi, yaxshi ko'rish deb ataymiz va turmush quramiz, oila quramiz yoki ma'lum bir vaqtda hayotimizni eng qiziq, sevimli damlarini birga o'tkazishni boshlaymiz. Endi qarang. Va shu payt biz va'dalar beramiz. Men seni butun umr sevaman. Men seni butun umr yoningda qolaman deb. Biz bilmaganimiz holda, qalbimiz Allohga tegishli ekanligini his qilmaganimiz holda shu va'dalarni beramiz va haqiqatan ham biz shu va'dalarni eshitganimizda shunga ishonamiz. Men nima demoqchiman? Biz aslida bilmaymiz, ertaga biz kimni sevib qolamiz yoki ertaga bizni energiyamizga kimni energiyasi to'g'ri keladi, qaysi insonni energiyasi bilan bizni energiyamiz qaysi paytda to'g'ri keladi, shuni bilmaymiz. Va to'g'ri kelgan paytda ahamiyati yo'q. Yigitlar ham, qizlar ham, rosa sog'indim. Yigitlar ham, qizlar ham, hammamiz butun umrga va'da beramiz va uni va'damizni buzganimizda, deylik, biz o'zimizni ham kechira olmay qolamiz. Biz shu va'da bergan insonni yonida o'zimizni juda ham yomon his qilganligimiz uchun u inson bilan ham qay darajada bahonalar topib nima qilamiz? Boshlaymiz urush, janjal, talablarni. Endi nega energiyalarimiz to'g'ri kelmay qoladi? Shu haqida o'ylaganmisiz? Masalan, biz normal qaraymiz bir shahardan boshqa shaharga ko'chganimizda. Biz juda ham normal qaraymiz. Biror bir fokusimizga bugun mana shu kiyim to'g'ri kelib, ertaga boshqa kiyimni yoqtirganimizda normal qaraymiz. Lekin biza shu paytda sirazu bizda bu paydo bo'ladi. Nega? Men buyim emasman, bu men insonman. Nega menga xiyonat qilishi mumkin deb. Men sizga shunchaki energiya misolida tushuntirib bermoqchiman-da. Nima uchun bizga oddiy bir kiyimga nisbatan fokusimiz o'zgarishi, taomga nisbatan fokusimiz o'zgarishi yoki ma'lum bir makon, yer yuzasidagi ma'lum bir makon, shahar, davlatga nisbatan bizni xohishimiz yashamasligi, xohishimizni o'zgarishi normal deb qaraymiz. Lekin biror bir insonga nisbatan normal deb qaray olmaymiz.
savol bo'lsa keyin yozaverasiz. Sababi bizni u paytida egoimiz to'g'ri kelmaydida, egoimiz bu narsani qabul qilmaydi. Chunki bizda mana shu tushuncha bor. Yaxshi ko'rsang, butun umrga sevishing kerak. Agar umuman sevging haqida gapirgan, xuddi san shu joyda tug'ildingmi, shu joyda o'lishing kerak degandayda. Men xohlardimki, umuman insonlarni, erkaklarni ayol va erkaklarda xiyonat degan tushunchani yo'q bo'lishini, bo'lmasligini, shunchaki tanlov va energiya bor xolos. Shuni bilsangiz, mana shunga amal qilsangiz, shuni his qilsangiz energiyani, bunda sizda xiyonatga nisbatan nafrat, alam, kechirolmaslik, xiyonatni bor deb o'ylash tushunchasi sizda butunlay yo'qoladi. Tasavvur qiling, sizni bosh og'rig'iga sinir qilaymi yoki bosh og'rig'i aslida nimadanligini bilib, uni bartaraf qilganingiz qilaymi? Tushunyapsizmi? Hozir xiyonatga unaqa qilish kerak, turmush o'rtog'ida bunaqa qilib ko'nglini olish kerak. Ayol mana bunaqa bo'lsagina eri uchun qiziqarli bo'ladi degan informatsiyalarni vaqti o'tdi. Tushunyapsizmi? Hozir yo'q unaqa narsa. Sizda faqat samimiylik, o'zingiz bilan o'zingiz haqqoniy bo'lish va istalgan voqea va hodisaga nisbatan ilohiylikni ko'rish va uni his qilish qoladi xolos. Siz qachongacha kurashib yurmoqchisiz? Qachongacha xiyonatni borligiga ishonib, xiyonatni bartaraf qilish uchun yashaysiz? Yoki hayot kurashdan iborat degan narsalar. Hali bu haqda ham kurs qilaman. Hayot umuman kurashdan iborat emas. Siz kim bilan kurashmoqchisizda? Ko'pincha xiyonatga uchragan ayollar avtomatik turmush o'rtog'ini sevgan, masalan, endi sevib qolganmi, qiziqish paydo bo'lganmi, o'sha insoni bilan kurashishga o'tib ketadi. Bunda hayot mazmuni yo'qoladi. Tushunyapsizmi? Siz nima uchun yashayotganingizni unutasiz. Siz o'zingiz uchun yasholmaysiz. Siz kurash bilan, kurash, hayotda g'olib kelish kerak degan informatsiya bilan yashaysiz. Bu bilan yashash azob o'rtoqlar. Hozir bitta nechta odam eshitayotgan bo'lsam, kam ko'p. Shu insonlarga hattoki xiyonat yo'qligini his qildira olsam, mani bugungi missiyam yopilgan bo'ladi va men bugun hozir va shu yerda eng baxtli insonman. Bilasizmi? Chunki nimadir foydali narsa bera olaman va sizga shu 40 minutlik, 1 soatlik informatsiya bilan bitta tushuncha sizda qolsa ham, o'sha sizni hujayrangizga o'rnashsa ham, siz uni his qilsangiz ham, bu sizdan baxtli inson bo'lmaydi bugungi kun uchun. His qilyapsizmi? Va xiyonat haqida gapirishdan men charchamayman. Nimaga? Chunki u aslida yo'qda, yo'q narsani sizga singdirishim kerak. Xiyonat yo'q ekanligi, shunchaki insonning energiyasi qaysidir paytda o'zgarib qoladi xolos. Sizni ham energiyangiz, turmush o'rtog'ingiz, sevgan insoningizga nisbatan o'zgardi va o'sha paytda sizni insoningiz ham sizga nisbatan energiyasi o'zgardi. Bo'ldi. Bu shunday qilib yechiladi, shunday qilib yakun topadi. Tushunyapsizmi?